Osmani sultanları. Sultan 2. Murad, Osmani dövletining 6. padişahı. Hüküm sürgen davri 1421-yildan 1451-yilgacha. U başta Amasya xonlik bagligida turdi. Dadisi 1. Mehmetning vafotidan keyin Edirne'ga chaqirilib 1421-yili 25-iyunda taxtda o'ltirdi. 1422-yili 20-iyunda İstanbulni muhosiraga oldi. Bu hozirgacha elib berilgan eng qattiq muhosira edi. 2. Murad qarindishi kichik Mustafaning isyon qilganligini anglab, muhosirani bekor qilishga majbur bo'ldi. 1430-yili Salonik shahri to'liq fatih qilindi. Venegriyaning burunqi podshohining nikohsiz tug'ilgan bolasi Erdal shahzodasi Hunyadiyanush Türklarni Balqan orolidan qo'g'lab chiqarish uchun ahli salib qo'shinini safarbar qildi. Qaraman o'g'li Ibrohim Begmu bu ahli salib ittifoqiga ketildi. Sofyaning sharqidagi Izladi Darabandida 1443-yili 24-dekabrda bo'lgan jangda hech qaysi taraf ustunlikni egallay olmadi. Yana shu yili Edirne Sagadin kelishimnomasi imzolandi. Sırbistan qo'ldan ketdi. İplak bolsa Venegriya hokimiyatiga qoldi. 2. Murad eng egiz cho'qqiga qadalgan nayziga Venegriyaliklar amal qilmagan Edirne Sagadin kelishimnomasini isib qo'ydi. 1444-yili 10 noyabrda bo'lgan Varna urushida Osmonilar g'alaba qildi. Venegriya podshohining kesilgan beshi ibrat yuzidan Edirne Sagadin kelishimnomasi isib qo'yilgan nayzining uchiga isib sazoyi qilindi. Varna urushidan keyin ahli saliblar qaytadan askar yig'ishga boshladi. 1448-yili 17 oktyabrdan 20 oktyabrgacha bo'lgan urushdimi Osmonilar g'alaba qildi. Yevropa davlatlari Osmonilar oldidagi bu og'ir mag'lubiyatlaridan keyin qayta ahli salib qo'shini tayyor qilmay hamisha mudofaa holatida turdi. 2. Murad og'ir charchashdan paydo bo'lgan bir kasallik sababi bilan 1451-yili 2 fevralda Edirne'da vafot topdi va Muradiya masjidi yinidagi maqbaraga dafn qilindi. اذكر الصديق فخرا وابن عفان قلب أرسلان والفاتح عثمان وابنة شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم